Kuni kecha internet do'koni orqali bir mahsulot buyurtma qilgan edim. Buyurtmam yetib keldi, ammo uning sifati meni qoniqtirgani yo'q. Shundan keyin jahl bilan ana shu do'konning saytiga kirib, mahsulotning sifati rasvo, bekorga vaqtim va pulim ketdi, hech kimga tavsiya qilmayman deb izoh qoldirdim. Buni qarangki, ertalab turib qarasam, izohi yo'q, uni shunchaki o'chirib tashlashgan. Sizda ham shunday bo'lganmi? O'zi umuman internet do'koni sotuvchilari tomonidan mijozlarning haqqoniy fikrlarini yashirib, faqatgina maqtovlarni qoldirishlari qanchalik adolatdan deb o'ylaysiz? yilning birinchi yarim yilligida 7 ta qonun loyihasi bo'yicha ish olib bordik. Onlayn xaridlarda ayrim sotuvchilar o'sha xaridorlarning salbiy fikrlarini o'chirib tashlash holatlari ham kuzatiladi. Yangi qonunda bunga chek qo'yish yechimi bormi? Bu yangi imkoniyat, yangi huquqiy muhit. Bu o'zgarishlar albatta iqtisodiyotimizga ta'sir ko'rsatadi. Qolaversa, shu bilan birga yashirin iqtisodiyotga ham ta'sir ko'rsatadimi? Yaratilayotgan ekotizim va muhit bizga juda ham zarur. Mana shu jarayonda iste'molchilarimiz huquqlarini qanday himoya qilamiz degan juda ham katta savol bor. IT texnologiya markazining yutuqlari nimadan iborat ekanligini yana bir bora tomoshabinlarga eslatib o'ta olasizmi? Aytaylik, kiber dunyo deylik. U yerda ham bizning o'zimizga yarasha huquqlarimiz bor. Shu do'kon egasiga, yuridik shaxsga shu mahsulot mengacha yetib kelishiga va u sifatli bo'lishiga ishonch darajam uning tagidagi izohlarga nisbatan shakllanadi. Assalomu alaykum. Parlament FM podkastining navbatdagi soni va bugungi suhbatdoshimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Innovatsion rivojlanish va axborot texnologiyalari qo'mitasi a'zosi Behzod To'xtamurodov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Behzod aka, so'nggi yillarda bilasiz, butun dunyoda bo'lgani kabi yurtimizda ham axborot texnologiyalari sohasi tobora rivojlanib boryapti va aynan shu sohada ko'plab qonun loyihalari, tashabbuslar ilgari surilmoqda. Aytingchi, yana qanday qonun loyihalari ustida ishlash jarayonlari ketmoqda? Bu haqida bizga ma'lumot bera olasizmi? Assalomu alaykum yana bir bor. Rahmat kattakon savolingiz uchun. Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Bugungi kunda ko'p turibmizki, umuman jahon miqyosida, nafaqat bizning mamlakatimizda, mintaqamizda, balki jahon miqyosida innovatsiyalarga va shu bilan birgalikda axborot texnologiyalari yechimlariga tobora talab ortib bormoqda. Xususan bizning mamlakatimizda ham olib borilayotgan siyosat natijasida ko'rib turibmizki, raqamli muloqot asri, raqamli yechimlar asriga biz ham kirib bordik va shu bilan birgalikda albatta bu jarayonda yuzaga keladigan huquqiy munosabatlarni ham qonunda aks ettirish zarurati yuzaga kelmoqda. Aynan shu sababli bizni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Innovatsion rivojlanish va axborot texnologiyalari qo'mitamizda ham ayniqsa so'nggi yillarda mana shu yuqorida aytib o'tilgan tendensiya rivojlanishi natijasida biz mas'ulligimizda ishlab chiqarilayotgan qonun loyihalari sirasi ham oshdi, ko'paydi. Buni sababi yuqorida aytib o'tdik o'zimiz va alohida ta'kidlab o'tish kerak, 2026-yilning birinchi yarim yilligida 7 ta qonun loyihasi bo'yicha ustida biz ish olib bordik. Bu Vazirlar Mahkamasi tomonidan taqdim etilgan qonun loyihalari, tashabbus qonun loyihalari ular sirasiga kiradi va albatta bu jarayonlar so'nggi yillarda parlamentni faoliyati va parlamentda qonun ijodkorligi ish yuritish tizimida ham yangiliklar ko'paymoqda. Xususan, har bir qo'mitani hamkor tashkilotlari bor. Bu aql markazlari, ekspertlar bor. Ular bilan birgalikda hamkorlikda qonun loyihasi, ya'ni tashabbuskorlar, Vazirlar Mahkamasi tomonidan kirib kelgan qonun loyihalarini ustida ishlashda faqatgina deputatlar emas, jamoatchilik, yoshlar, xususan yoshlar parlamenti misolida aytishimiz mumkin. O'sha aql markazlarimiz, ekspertlarimiz, mutaxassislarni jamoatchilikni jalb qilgan holatda qonun loyihalarini takomillashtirish ustida ish olib borilyapti. Va bu bizga nima beradi? Bu bizga yuqorida aytib o'tilgandek, ayniqsa bizning sohamiz, ya'ni raqamlashtirish, yangiliklar, sun'iy intellekt, innovatsiyalar sohalari bu dunyoga yangilik olib kelayotgan texnologik sohalar hisoblanganidan kelib chiqqan holatda mutaxassislarni jalb qilish va jamoatchilik fikrini o'rganish bizga ertaga uni hayotga, ya'ni qonunlarni hayotga implementatsiya qilish jarayonlarini osonlashtirib beradi. Ular aniq mexanizmga ega bo'lishadi. Va xuddi shu tartibda bugun bizning qo'mitamiz ham umuman Qonunchilik palatasi ham faoliyat olib boryapti va biz nafaqatgina deputatlarimizni bilimlari, ko'nikmalariga tayanmoqdamiz, balki bizni atrofimizda bizni qo'llayotgan, bizni qonunlarimizni yanada sifatli bo'lishiga yordam berayotgan, bizga yaqindan hamkorlik qilayotgan, mana shu yuqorida aytib o'tilgandek ekspertlarimiz, mutaxassislarimiz, aql markazlari bilan birgalikda faoliyat olib boryapmiz. Aynan mana shu yangiliklar haqida aytadigan bo'lsak, biz bundan avvalgi podkastimizda ham ikkita qonun haqida
so'z yuritdik va undan avval esa siz bilan mana o'sha IT texnologiya markazi haqida gaplashgan edik. IT texnologiya markazining yanada bir hozir kezi kelganda bir so'ramoqchiman endi. Yutuqlari nimadan iborat ekanligini yana bir bora tomoshabinlarga eslatib o'ta olasizmi? O'zingiz aytib o'tganingizdek, raqamli texnologiya xalqaro markazi haqidagi podkastimizdan keyin men o'zimga ham bir nechta savollar keldi, ya'ni u bilan qiziqishlar kuchaydi. Albatta biz o'tgan podkastimizda ham juda ham ko'p muhokama qilishga harakat qildik, lekin raqamli texnologiya xalqaro markazini haqida so'z borganda u yerdagi yangiliklarni bitta podkastga sig'dirish juda ham qiyin. Biz sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu yangi imkoniyat, yangi huquqiy muhit. O'zbekiston Respublikasida alohida bir hudud shakllantirilyapti. U yerda ingliz va Wales huquqi elementlariga asoslangan bo'ladi ish olib borish tartiblari va bu nima degani? Bu albatta bizni mamlakatimizdagi mahalliy raqamli texnologiyalar sohasidagi tadbirkorlarimizga, startapchilarimizga, yoshlarimizga, mutaxassislarimizga katta imkoniyat. Qanday imkoniyat? Mazkur muhit bugun nafaqat bizning mamlakatimizda, balki bir necha 10 yillar oldin chet davlatlarda ham tashkil etilgan va ular o'z samarasini ko'rsatib bergan. Mana shu muhit bizga dunyoda bugun sohada faoliyat olib borayotgan katta, kuchli, salohiyatli soha vakillarini, korporatsiyalarni bizni mamlakatimizga investitsiya qilishga, ular o'z xizmatlarini bizni mamlakatimiz orqali mazkur hududga joylashgan holatda, mazkur hududdan ro'yxatdan o'tgan holatda olib borishlariga imkoniyat yaratib berish. Bu esa o'z navbatida nima degani? Albatta, mazkur hudud yordamida biz o'sha katta ko'lamdagi investitsiyalarni jalb qilish natijasida bizni mahalliy tadbirkorlarimizni yanada qo'llab-quvvatlash, ularni rivojlantirish, ularni katta korporatsiyalar bilan hamkorlik darajasiga olib chiqqan holatda shu orqali yoshlarimizga ko'nikmalar oshirish, ularga yuqori daromadli bandlik o'rinlarini yaratib berish va albatta startapchilarimizga katta imkoniyat. Chunki bu kabi ko'rib turibmizki, hozir turli xil davlatlarda startapga juda ham katta e'tibor qaratilmayapti. Bu xavflilik darajasi yuqori bo'lgan sohalardan biri, lekin shu bilan birgalikda startap 1/9 statistikasi bor. Buni oldin ham aytib o'tganmiz. Ya'ni 10 ta startapdan 9 tasi muvaffaqiyatsiz bo'ladi, ming afsuski. Lekin bitta muvaffaqiyatli amalga oshirilgan startap qolgan 9 taga yo'naltirilgan sarf xarajatlarni to'laligicha qoplab ketadi. Chunki muvaffaqiyatli startap bo'ladi. Biz aynan shunaqa startaplar ketdan qo'yyapmiz. Biz aynan mana shunday startaplarni bo'lishini xohlayapmiz va uning uchun bizga ekotizim muhim. Hozir ekotizim yaratib berilmoqda. Eng kichik bosqichlardan, ya'ni kerak bo'lsa, maktab davridanoq yoshlarimiz o'z startap loyihalarini ustida faoliyat olib borishlari mumkin, ishlashlari, rivojlantirishlari mumkin. Lekin katta korporatsiyalarga taqdimot qila oladigan, katta korporatsiyalar bilan yonma-yon faoliyat olib borgan startaplar uchun aynan mana shu yuqorida aytilgan xalqaro raqamli texnologiya xalqaro markazi kabi yaratilayotgan ekotizim va muhit bizga juda ham zarur. Ana shu hudud orqali yoshlarimiz o'z loyihalarini eng katta o'sha sohadagi korporatsiyalar vakillariga, kompaniyalarga, o'sha Amazon bo'ladimi yoki Google bo'ladimi yoki Netflix bo'ladimi yoki boshqa sohalardagi mana shunday gigant kompaniyalar bo'lishadimi, ularga yaqinroq bo'lish, ularga o'z loyihalarini taqdimot qilish, ularga zarur bo'lsa o'z loyihalarini tijoratlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Demak, u o'sha iste'molchilar huquqlari ta'minlanmoqda, yoshlarga va qolaversa investorlarga huquqiy muhit yaratilib, katta bir imkoniyatlar taqdim etilayotganligi ham yutuq desak bo'ladi. Bekzod aka, elektron tijorat sohasidagi qonun ham bor. Ana shu qonunga ham to'xtalib o'tsak, mana shu qonun bilan qonunchiligimizga, elektron tijorat sohasiga qanday yangi tushunchalar kirib keldi? Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. 2026-yilda bizni qo'mitamiz mas'ulligida elektron tijorat sohasiga oid munosabatlarni huquqiy asoslarni yaratishga yo'naltirilgan qonun loyihasi ko'rib chiqildi va shu bilan birgalikda bu sohani rivojlantirish uchun bir katta qadam bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi ko'rib turibmiz, so'nggi yillarda, ayniqsa pandemiya davrini oladigan bo'lsak, biz elektron tijorat munosabatlariga, umuman elektron munosabatlariga tobora ko'proq kirib bordik. Fuqarolarimiz elektron platformalardan ko'proq foydalanishni boshlashdi va bu tendensiya nafaqatgina bizning mamlakatimizda kuzatildi, balki butun dunyoda kuzatilmoqda. Elektron yechimlarga, raqamli yechimlarga va raqamli yechimlar orqali yuzaga kelayotgan munosabatlardan fuqarolarimiz tobora ko'proq foydalanishmoqda. Va bu jarayonda eng muhimi ularning huquqlarini ta'minlash va mana shu elektron tijorat platformalaridan foydalanish jarayonida shaffoflikni ta'minlab berish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki ming afsuski biz ko'rib turibmiz,
so'nggi yillardagi mana shu elektron tijorat sohasini rivojlantirish bilan biz mamlakatimizga turli xil chet davlatlar platformalari ham kirib keldi ichki bozorimizga. Bizni lokal mahalliy platformalar ham rivojlanishni boshladi va bu bizni quvontiradi. Chunki bozor kengaymoqda va bizni bozorimiz bu 40 millionlik bozor va Markaziy Osiyoda umuman joylashuvimiz ham juda ham qulay. Shu orqali bu ham o'ziga xos bir investitsiyani jalb qilishni bir turi desak bo'ladi. Lekin shu bilan birgalikda yuqorida aytib o'tganimizdek, bu jarayonda ming afsuski ma'lum bir soha rivojlanishi bilan u yerda kamchiliklar ham yuzaga keladi va aynan qonun bu kamchiliklarni bartaraf etish va ularni tuzatishga yo'naltiriladi. Tajribadan kelib chiqqan holatda Vazirlar Mahkamasi tomonidan kiritilgan qonun loyihasida yuqorida o'zingiz savolingizga javob bergan holatda aytib o'taman, yangi turdagi elektron tijorat subyektlari ko'rsatib o'tilmoqda. Xususan bu asosan 3 yo'nalishga bo'lib berildi. Bu buyurtmalar agregatori, raqamli streaming xizmati va elektron savdo platformasi. Bu 3 yo'nalishda ularning operatorlari ham mavjud. Endi jaydar oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, biz kuzatuvchilarimizga bular o'zi nima desangiz, alohida tushuntirib berishga harakat qilamiz. Buyurtmalar agregatori misol tariqasida aytadigan bo'lsak, bu taksi xizmati. Ya'ni biz bilamiz, bugungi kunda oddiy misol ko'chada bemalol agarda yo'nalishsiz transport vositasini, ya'ni oddiy qilib xalqona aytadigan bo'lsak, taksi xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bugun juda ham qiyin. Chunki barcha elektron platformalarga o'tib bo'ldi, raqamli yechimlarga o'tib bo'ldi. Va mana shu o'zini faoliyat olib borish spesifikasidan kelib chiqqan holatda, ya'ni o'sha xizmatlarni bog'lab berish, xizmat ko'rsatuvchi va ana shu xizmatdan foydalanuvchi iste'molchi o'rtasidagi bog'lovni shakllantiruvchi platforma bu buyurtmalar agregatori hisoblanadi. Ikkinchi yo'nalishimiz bu raqamli streaming xizmati. Biz ko'rib turibmiz, live rejimda, ya'ni onlayn formatda ko'plab teledasturlar, filmlar, ma'lum bir darajadagi media kontentlar uzatib berilmoqda turli xil platformalar orqali. Mana shu xizmat yuqoridagi tushunchamizga, ya'ni raqamli streaming xizmatiga to'g'ri keladi. Uchinchi yo'nalishimiz bu elektron savdo platformalari. O'z nomi bilan bu yerda oldi-sotdi jarayonlari amalga oshiriladi, faqatgina elektron platformalar orqali. Biz ko'rib turibmiz, so'nggi yillarda bu ayniqsa rivojlanib ketdi. Biz bugungi kunda yetkazib berish xizmatidan foydalanmoqdamiz. Biz bugun tovar oldi-sotdi jarayonlarini amalga oshiryapmiz va bugun bu juda ham qulay. Bugun iste'molchi uydan turiboq o'z xohlagan mahsulotlarni sifatli tarzda olish imkoniyati unga yaratib berildi. Lekin mana shu jarayonlarda ming afsuski har bir mana shu yuqorida aytib o'tilgan yo'nalishlardagi buyurtmalar agregatorini ham, raqamli streaming xizmatini ham va shu bilan birgalikda elektron savdo platformasini ham ularga xizmat ko'rsatuvchi va ularga egalik qiluvchi operatorlari bor. Ya'ni bu yuridik shaxslar mana shu platformalarning operatorlari hisoblanishadi. Bu qonun loyihasida ham kiritib o'tilindi. Ular tomonidan shaffoflikni ta'minlash uchun va shu bilan birgalikda amalga oshirilayotgan elektron tijorat munosabatlarida iste'molchi huquqini aniq ta'minlab berishimiz uchun qonun loyihasi kiritildi va bularning barchasi qonun loyihasida aks ettirildi. Endi shu o'rinda mana shu savdo platformasi haqida aytib o'tmoqchiman. Bilasiz, har kim o'zini o'sha fikrini qoldirishi mumkin iste'molchi bo'lgandan keyin. Lekin onlayn xaridlarda ayrim sotuvchilar o'sha xaridorlarning salbiy fikrlarini o'chirib tashlash holatlari ham kuzatiladi. Yangi qonunda bunga chek qo'yish yechimi bormi? Bilasizmi, juda ham yaxshi savol bo'ldi. Sababi mazkur qonun loyihasini ustida ishlash jarayonida biz yuqorida aytib o'tganimdek ko'plab ekspertlar fikr bilan o'rgandik. Shu bilan birgalikda jamoatchilik fikrini o'rgandik. Xalqimiz bilan muloqot qildik. Biz bilamiz, bizda demografiyamizning salkam 60% bu yoshlardan iborat va albatta tan olishimiz kerak, maxsus raqamli yechimlardan, onlayn platformalardan foydalanuvchilarning asosiy qismi ham bu yoshlarimiz. Va biz yoshlarimiz bilan muloqot qilganimizda shunday masala yuzaga keldiki, o'zingiz aytib o'tganingizdek, biz bilamizki, turli xil yuridik shaxslar sotuvchi sifatida mazkur platformalarda faoliyat olib borishadi. Va bugungi kunda mana shu platformalar ichida transchegaraviy munosabatlar ham yuzaga kelyapti. Ya'ni chet davlatda bo'lib turgan yuridik shaxs ham o'z mahsulotini bizni mahalliy onlayn platformalar orqali, savdo platformalari orqali realizatsiya qilish imkoniyatiga egalar. Ya'ni tijoratlashtirish imkoniyatiga egalar. Va mana shu jarayonda iste'molchilarimiz huquqlarini qanday himoya qilamiz degan juda ham katta savol bor. Bunga qanday javob beramiz? Ana mana shu qonun loyihasida bu savollarga javob topiladi deb o'ylaymiz. Va
mana shu jarayonda biz iste'molchi sifatida siz ham men ham avvalambor iste'molchimiz bozorda va mana shu iste'molchi sifatida biz xaridor sifatida sotuvchiga nisbatan o'z tavsiyalarimizni, o'z takliflarimizni va zarur holatda o'z e'tirozlarimizni qoldirish imkoniyatiga ega bo'lishimiz kerak. Va biz tashabbuskorlar bilan ham muloqot qilganimizda ular tomonidan shunaqangi bir statistikalar keltirildiki, ayrim platformalar tomonidan iste'molchi tomonidan qoldirilgan sharhlarni, izohlarni o'chirib tashlash holatlari kuzatilgan. Yokida bu izohlarni qoldirish imkoniyati berilmagani, yokida ular vaqtinchalik qo'yilgani, yokida yana bir jiddiy masala ularga o'zgartirish kiritilinishi mumkinligi yuzaga keldi. Va o'ylaymanki, bizni qo'mitamizning eng katta yutuqlaridan biri bu bilamiz, qonun loyihalari 1-, 2- va 3-o'qishlarda taqdim etiladi, yalpi majlislarda ko'rib chiqiladi va ungacha bo'lgan jarayonlarda fraksiyalardan, muhokamalardan o'tadi, qo'mitalarda muhokamalardan o'tadi. Mana shu jarayonlarda aynan mana shu sharh va izoh qoldirish, ularga o'zgartirish kiritmaslik, uni shaffofligini ta'minlash va mana shu imkoniyatni barcha elektron platformalarda, savdo platformalari bo'ladimi, agregator platformalari bo'ladimi, ularda yaratib berish majburiyati bugun mana shu elektron platformalarga yuklatildi. Ya'ni shu yuridik shaxs operatorlarga yuklatildi va o'ylaymanki, bu o'ziga xos, biz deputatlarning yutug'imiz bo'ldi. Bu nima degani? Bu bizga nima beradi? Bir qarashda bu oddiy masala bo'lishi mumkin, lekin siz sifatsiz mahsulot sotib olgan do'konga nisbatan men birinchi fikrim nimaga qarab shakllanadi? Albatta, men ko'rib turgan mahsulotni berilgan tavsifiga, tavsifnomasiga qarab, undagi ma'lumotlarga qarab, lekin undan keyin ishonchlilik darajasi, ya'ni yoqish darajasi bor. Bu men ma'lumotga qarab, uni rangiga, fotosiga, videolarga qarab baho beraman. Lekin unga ishonishim, shu do'kon egasiga, yuridik shaxsga, shu mahsulot mengacha yetib kelishiga va u sifatli bo'lishiga ishonch darajam uning tagidagi izohlarga nisbatan shakllanadi. Bu men uchun juda ham muhim. Bu har bir iste'molchi uchun juda ham muhim. Aynan mana shu bu ham o'ziga xos huquq, bilasizmi? Elektron platformalarda ham mana shu aytaylik kiber dunyo deylik, u yerda ham bizning o'zimizga yarasha huquqlarimiz bor. Hayotda bo'lgan huquqlarimiz, ya'ni siz ma'lum bir mahsulotga nisbatan o'z sharhingizni berish imkoniyati bo'lgandek, demak elektron platformalarda ham bu imkoniyat bo'lishi kerak. Biz deputatlar tashabbusi bilan aynan mana shu huquqni qonun loyihasida aks ettira oldik deb o'ylayman. Bu juda ham muhim. Bu o'zgarishlar albatta iqtisodiyotimizga ta'sir ko'rsatadi. Qolaversa, shu bilan birga yashirin iqtisodiyotga ham ta'sir ko'rsatadimi? Bu haqida ham ma'lumot berib o'ta olasizmi? Albatta, mazkur yo'nalishga nazar tashlaydigan bo'lsak, yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga juda ham katta samarasi bor. Mazkur qonun loyihasidagi moddalarni. Misol uchun qanday? Biz bilamizki, savdo-sotiq jarayonlarida bugun katta imkoniyatlar yaratib berilgan va bugun xohlagan inson o'zini band qilgan holatda o'z mahsulotlarini yoki chet davlatlardan yoki biz mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni tijoratlashtirish orqali bozor muomalasiga kiritish imkoniyatiga ega. Lekin shu bilan birgalikda onlayn platformalar qanday imkoniyat berishyapti? Onlayn platformalar sizni mahsulotingizni faqatgina an'anaviy tarzda rastada o'tirgan holatda mijozni kutish imkoniyati emas, mijozga taqdim etish imkoniyati. Bugun barchamiz ijtimoiy tarmoqlardamiz. Mana shu ijtimoiy tarmoqlar telefon orqali, kompyuterimiz orqali, o'zimizga yaqin bo'lgan uskunalar orqali har kuni foydalanadigan doimiy ravishda biz ijtimoiy tarmoqdamiz. Mana shu orqali yetkazib berish imkoniyatini yaratib berishmoqda. Reklama orqali, marketing orqali va siz savdo-sotiq yo'nalishingizni uni ko'lamini kengaytirish imkoniyatini yaratib beryapti. Shu kabi onlayn platformalar. Va undan foydalanganingiz sari sizga qulayliklar yaratib berilyaptimi? Sizni bozorga kirish imkoniyatingizni karrasiga osonlashtirib beryaptimi? Sizning xaridorlaringizni topish darajasini osonlashtirib beryaptimi? Va shu bilan birgalikda sizning sotuvchanlik darajangiz ham kengayib bormoqda. Va o'ylaymanki, bu jarayonda sotuvchilarni o'z istaklari bilan, xohishlari bilan, ya'ni ularni sotuv ko'lamlari kengayishi bilan albatta halollik darajasiga amal qilgan holatda o'sha soliq madaniyatiga, soliq to'lash madaniyatiga amal qilgan holatda o'zlari istab soliq to'lashni boshlashadi. Ya'ni bu kimdir majburlash orqali emas, balki ularga imkoniyat yaratib berish orqali berilayotgan yechim hisoblanadi deb o'ylayman. Ya'ni biz bugun raqamli texnologiyalardan, raqamli yechimlardan to'g'ri foydalansak, davlat bugun mana shunday raqamli yechimlarni faqatgina bizni mahalliy darajada emas, balki chet davlatlar platformalarini ham bizni bozorimizga kirib kelinishida sof, toza raqobat muhitini yaratib berilishdi. Barchaga teng imkoniyat yaratib beriladigan bo'lsa,
iste'molchida ham tanlov imkoniyati ko'payadi va bu barqaror va sog'lom raqobatni yuzaga keltiradi. Mana shu jarayonda albatta bu platforma orqali o'z mahsulotlarini realizatsiya qiluvchi sotuvchilar, bu xoh mahalliy bo'lsin, xoh chet davlatlar bo'lsin, imkoniyatlari karrasiga osonlashadi va kengayadi. Va albatta bundan keyin, ya'ni shuncha imkoniyatlarni qabul qilgan, shuncha imkoniyatdan foydalanish huquqi bo'lgan sotuvchi o'z topgan mablag'laridan davlatga soliqni rozi bo'lib to'laydi. Bu berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanadi. Va albatta ikkinchi yo'nalishimiz bu raqamlashtirish. Ya'ni raqamlashgan soha shaffofligi yuqori bo'ladi. To'g'ri raqamlashtirilgan soha doimo foydaga, samara berishga yaqin bo'ladi. Chunki davlat rahbari bekorga doimiy ravishda raqamlashtirishga urg'u bermayaptilar. Ko'proq siyosat aynan mana shu yo'nalishga ketyaptiki, davlat xizmatlarini, turli xil boshqa davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlarni, yo'nalishlarini barchasini raqamlashtirish jadal sur'atlar bilan amalga oshirilyapti. Nega? Chunki inson faktorini chetlab o'tgan holatda raqamlashtirilgan sohalar bizga shaffoflikni ta'minlab berishga ko'mak beradi. Va mana shu jarayonda ham albatta biz ko'rib tura olamiz, ya'ni qancha bizda sotuvchilarimiz, yuridik shaxslarimiz, o'zini o'zi band qilgan shaxslarimiz bugun xizmat ko'rsatishyapti. Bugun mehnat bozoriga kirib kelishyapti. Va albatta bu o'ziga xos bir yuqorida o'zingiz savol berganingizdek, mana shu yashin iqtisodiyotni darajasini tushirishga xizmat qiluvchi eng katta faktorlardan biri deb hisoblayman. Bezod aka, qiziqarli va kerakli ma'lumotlar uchun sizga rahmat. Kelgusi safar uchrashguncha salomat bo'ling. Biz esa Parlament FM podkastining keyingi sonlarida yana ko'rishguncha xayr deb qolamiz.